Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Va nihoyat uzoq kutilgan uchrashuv Manchester City va Real Madrid bugun o'zaro bahs olib boradi. Qadrli do'stlar, videoni oxirigacha tomosha qiling va ushbu o'yinni qayerda jonli efirda ko'rishingiz mumkinligi to'g'risida aytib o'taman. UEFA Chempionlar Ligasining 1/8 final bosqichidan o'rin olgan uchrashuvlar bo'lib o'tmoqda. Bugun mazkur bosqichning markaziy bahsi Real Madrid hamda Manchester City jamoalari o'rtasida kechadi. Ushbu uchrashuv oldidan Manchester City va Real Madrid uchrashuvi uchun taxminiy tarkiblar bilan tanishing. Madridliklar o'yinga bir qator yetakchi futbolchilarsiz tashrif buyurmoqda. Jumladan Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Alvaro Carreras va yana bir nechta futbolchi manchesterliklarga qarshi bellashuvni o'tkazib yoradi. Shaharliklar safida esa yo'qotishlar kamroq. Faqat Joshko Gvardiol jarohat sabab bugungi o'yinga o'z jamoasiga yordam bera olmaydi. Bir nechta nashrlar ma'lumotiga ko'ra, jamoalarning taxminiy asosiy tarkiblari quyidagicha. Opta nashri talqiniga ko'ra, Real Madrid tarkibi: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Raul Asensio, Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Arda Güler, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitach, Vinicius Junior, Gonzalo Garcia. Manchester City tarkibi: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Marc Guehi, Ruben Dias, Ryan Aït-Nouri, Bernardo Silva, Rodri, Ryan Cherki, Omar Marmush, Doku, Erling Haaland. Football Today nashri talqiniga ko'ra, Real Madrid tarkibi: Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Raul Asensio, Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Güler, Vinicius Junior va Brahim Diaz. Manchester City tarkibi: Gianluigi Donnarumma, Ryan Aït-Nouri, Marc Guehi, Ruben Dias, Matheus Nunes, Nico O'Reilly, Rodri, Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Ryan Cherki, Erling Haaland. Shuningdek, shaharliklar faoliyatini yoritib boradigan cityextra.co o'z versiyasini taqdim etdi. Taxminlarga ko'ra, Abduqodir Husanov Real Madridga qarshi bahsni zaxiradan boshlaydi. Manchester City tarkibi: Gianluigi Donnarumma, Ryan Aït-Nouri, Marc Guehi, Ruben Dias, Matheus Nunes, Nico O'Reilly, Rodri, Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Ryan Cherki, Erling Haaland. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, bugungi bellashuv Toshkent vaqti bilan kechki soat 1:00 da start oladi. Ana endi do'stlar, bugungi uchrashuvni qayerda jonli efirda ko'rishingiz mumkinligi to'g'risida aytib o'taman. Bugungi uchrashuvni hech qaysi O'zbekiston telekanallari translyatsiya qilishi to'g'risida ma'lumot bermadi. Hech qanday muammo yo'q do'stlar. Men sizlarga rasmiy Telegram kanalimizni tavsiya qilaman. Telegram kanalimizga kommentariyada yozilgan silka orqali o'tasiz yoki bo'lmasam Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiritsangiz, Abduqodir Husanov nomli Telegram kanalimiz kelib chiqadi. Telegram kanalimizga o'tib qo'shilib qo'ysangiz, bugungi Manchester City va Real Madrid o'rtasidagi uchrashuvni jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin do'stlar. Qadrli do'stlar, biroz oldin aytib o'tilgan fikrlar bu shunchaki manbaning fikri. Gvardiola yakuniy qarorni qabul qiladi. Abduqodir Husanov asosiy tarkibda tushishi ehtimoli kattaroq, chunki Abduqodir Husanovga hozirda Gvardiola juda ham katta ishonch bildirmoqda, chunki undan oldingi o'yinda Vinicius Juniorni qanday to'xtatganini bilasiz. Ayni damda esa Kylian Mbappe asosiy tarkibda tushmaydi. Shuning uchun Vinicius Juniorni to'xtatish uchun Gvardiolaga asosiy variant Abduqodir Husanov bo'ladi. Ya'ni bugun Husanovni katta ehtimol asosiy tarkibda ko'rishimiz mumkin. Bu shunchaki manbalar bildirayotgan fikrlar. Albatta do'stlar, hamyurtimiz Abduqodir Husanovga bugungi uchrashuvda omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Abduqodir Husanov" deb yozib qo'yishni va Telegram kanalimizga o'tib qo'yishni unutmang. Telegram kanalimizda jonli efirni birgalikda tomosha qilamiz. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.